Assalomu alaykum, eFootball Mobile Team kanalining a'zolari va shu videoni ko'rib turgan odamlar. Bugun Abduqodir Husanov keldi eFootballda birinchi marta mana shu highlight kartasi kelyapti. Shuni ushlashga bugun harakat qilamiz. Lekin undan oldin albatta potiflarni ochib olamiz. O'ynab, tayyorlab qo'yganman men freelarni. Xudo xolasa endi 600 coinsga ushlab olamiz degan umiddaman. Ungacha esa mana birinchi potifdan boshlaymiz. Xo'sh, bizga kim kerak? Bizga hech kim kerak emas o'zi aslida. Mana bu Arnold kartasi yo'q, lekin shu tushib qolsa yomon bo'lmaydi. Statistikalari yomon emas. Yaxshi ekan. Stamina o'yinni oxirigacha charchamay o'ynaveradi. Qani unda ketdik. Bitta urinishda Arnoldni ushlab olamizmi? Go. Bu bo'lishi mumkin deyapti. Chunki ichkari yonsa ko'pincha yaxshiroq o'yinchi beradi. Lekin Arnold emas. Umuman keraksiz bo'lgan o'sha Jem Botes. Bu tezmi hozir endi? Bu tez. Qanaqasiga bu tez bo'lishi mumkin? Darvozabon u. Qaranglar, u katta fonda qilib beryapti. Ham statistikasini ko'ramiz. Bu statistikasi lekin yaxshi ekan u. Mayli, qisqasi turib tursin. Keyin o'ylab ko'ramiz nima qilishni. Endi bu yerdan bizga kim kerak? Bu yerdan ham o'zi deyarli kerak emas va Rafinhani bitta oddiy potif kartasi bor. Chempionlar Ligasi potif karta baribir chiroyli ko'rinadi. Shu tushib qolsa mayli, yo'q demaymiz. Qani ketdik. Bismillah. Go. Lekin Yamal tushib qoladimi deb o'ylayapman-da. Ko'pincha menga shu birinchidagi o'yinchi tushib qoladi. Chempionlar Ligasi potifdan. Mayli, ko'ramiz. Kim tushsa ham. Aytdim men. Har doim menga shu birinchida turgan o'yinchi tushib qoladi-da. Yamalda yana bitta kartasi bor-da. Mendan u Bostir bilan chiqqani bor-ku, o'sha bor. Mayli, turib tursam bittasini sotamiz. Bu statistikasi qanaqa ekan? Undan yaxshi bo'lsa bu qoladi, agar bu ketadi. Balanslari ham yomon emas. Mayli, tursin, bir gap bo'lar. Endi esa asosiy narsaga o'tamiz. Bu yerdan bizga Abduqodir Husanov kerak. O'zimizcha statistikasini ko'raylik, balki tushib qolar. Oxirdan beringlar. Nima bo'lsa endi boshidan berib turmasin. Yonmadi. Bu Husanov bo'lishi mumkin. Birinchisida tushib qolsa, yo'q, Husanov emas ekan bu. Marcos Rashford potiflarda ham kelgan, adashmasam bu. Bu yerda ham kelibdi. Rashfordda Manchester United kartasi bor menda. Mayli, tursin. Zarari yo'q. Sotib poster ishlasak bo'ladi. Shunchaki bosaylik. Ichkari yondi. Bu vaqtda ko'pincha kuchli o'yinchilar tushadi. Qisqasi kim? Nima kim bu? Aytam Nvaneri. Mayli. Husanovni beringlar. U yaqinlashibmiz u. Husanovga yaqinlashibdi. Husanov mana ketdi. Bu safar Abduqodir Husanov. Husanov bo'lsin. Husanovni ko'raylik. Husanov yo'q. Yana kim bu? Endi Van de Ven. Tottenham o'yinchisi. Buni anaqa nima deydi?
Showtime kartasi bor adashmasam, juda ham kuchli chiqqan. 100 bo'lar ekan yana. Gap yo'q. Bizga lekin u kerak emas. Bizga Husanov kerak. Husanovni beringlar. Husanov, go. Husanov. Bu safar Husanov deb o'ylaymiz. Coins hammasi ketib qolmasin endi. Shu Husanovni ushlaylik. Yo'q, yana Husanov emas. Kim bu? Enes Onal. Oho. Enes Onal. Ispaniyada chempionatda o'ynardi, ilgari adashmasam ko'rardim o'sha. Shunchaki bossak yaxshi tushadiganga o'xshayapti-da. O'tkazib yuboraman endi. Bitta urinishim qoldi, bitta urinish. Bo'lishi mumkin emas. Husanov tushmasa endi hozir bitta urinishda ham. Husanovni beringlar, Husanovni. Husanov kerak bizga, Husanov. Abduqodir Husanov. 1 2 3 go. Endi Husanov bo'lsin. Iltimos, shuncha bosyapmiz. Husanov bo'lsin, Husanov. Yo'q, Jaydan Sancho. Menga kerak emas bu o'yinchilar. Sanchoni beradi. Voy, nima bu? 99 bo'ladimi? Necha bo'lsa ham menga nima kerak bu Jaydan Sancho? Yaxshi o'yinchi xo'p, lekin o'ynatmayman u. Hozir endi coins olish kerak yana qayerdan. Biz yana coins oldik endi, majbur oldik, yana oldik. Men bu bolaga bosaylik, Husanovni berib yuborsa. Kimga bossak o'shani bermasdi ilgari bu Konami. O'tkazib yuboraman. Bu nima kerak menga hozir? Prosta bosamiz. Endi Husanov. Nima qilish kerak do'stlar? Tushmayapti-yu Husanov. Buni qaranglar do'stlar, agar men Husanovni emas, aynan mana shu Alisson Beckerni tushiraman deganimda bor-ku, hozir tushmagan bo'lardi. Bu Konami nima qilish kerak bilmayman. Ikkalasiga bosamiz. O'sha ikkalasini berma menga Konami. Oxirgi urinish bu. Ichkari yonyapti. Bu kuchli klubdan dalolat. Bu esa Manchester City bo'ladi va Husanov. Bu Abduqodir Husanov. Bo'larkan-ku mana shuni boshida berganingda shuncha coins ketmasdi bor-ku. Hozir qancha coins sarfladim? 900 coin sarflabman. 900 coinsga men nimalar qilardim? Oho. Endi Manchesterga o'tkazaylik. Manchester shahri o'zi deyarli to'lib qoldi. Bu 98 bo'lar ekan. 96 deb o'ylagandim. Bo'ldi endi Lindelof Surbotdan. Statistikasini ko'ramiz. Dahshat u. Olish kerak bolalar. Qisqasi bugun maqsadga erishdik. O'sha hammaga rahmat. Haddushi, padishkada bo'lamiz. Kimgadir coins kerak bo'lsa, bemalol Telegramdan Bekmuhammad _ Qodirovga murojaat qilaveramiz. Go!